Ko'pchiligiga bugun juda ham ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tarixiy masjidni ko'rsatmoqchiman. Bu masjid Aziziya masjidi Turkiyaning Konya shahrida joylashgan, Mevlana muzeysiga yaqin bo'lgan joyda joylashgan. Ko'rib turganinglardek masjid o'zini ko'rinishi bilan juda ham katta ahamiyatga ega. Bu masjid 1671-1676 Damat Mustafa Pasha tomonidan qurilgan. Lekin 1867-yilda yong'in sababli katta zarar ko'rgan va undan keyin 1874-yilda Usmonli sultoni Abdulazizning onasi Valida sulton tomonidan qayta tiklangan. Masjidning eng e'tiborga molik taraflaridan bittasi shu katta derazalaridir. Buning sababi masjid ichiga ko'proq tabiiy yorug'lik tushishini ta'minlashdan iborat bo'lgan ekan. Masjidning ichki bezaklari konyalik xattot Mahbub Efendi tomonidan yaratilgan bo'lib, kalligrafik yozuvlari va o'simliksimon naqshlar bilan bezatilgan. Masjid ichkarisida katta shunaqa soat ham mavjud. Eshiklari ham shunaqa katta, bo'yimdan ancha katta turibdi. Konyaga kelgan har bir inson uchun bu masjidga kelish tavsiya qilinadi. Juda ham katta ko'rishli joy. Bunaqa tarixiy masjidlar Konya shahrida juda ham ko'p. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, hammaga rahmat.